Qadring aslo tushmasin ey jonajon o'zbek tili, jumla ofatdan Xudo qilsin amon o'zbek tili. Senga qasd etgan kishilarning tutilsin tillari, senga qasd etgan kishilarning tutilsin tillari, bizga sen ajdoddan qolgan nishon o'zbek tili. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Qadrli mehmonlar, din olimlari, mavloviy sohiblar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, Taxor viloyatidan tashrif keltirgan mehmonlar, Badaxshon viloyatidan tashrif keltirgan mehmonlar, Bag'lon viloyatidan tashrif keltirgan mehmonlar, Qunduz markazidan, Imom Soy ulsuvoli, Kalbod ulsuvoligidan uzoq yaqindan kelgan mehmonlarning huzur keltirganlarni xush keldingiz deb qadamlaringizga hasanot deymiz. Xush kelibsizlar. Aziz mehmonlar, mana hammalaringiz shohidsizlar, bugun o'zbek tilining milliy kunidan biz nishonlaymiz. Albatta bu birinchi martadirki Imom Sohib tumanida bunday bir ehtifolni biz yo'lga olganmiz. Bu bizlar uchun katta bir faxr, katta bir quvonch. Xudovand bu yo'lda qadam ko'targan har bir yigitimiz, har bir yoshlarimizni qadamlariga hasanot bersin, umrlarini uzoq qilsin. Kelasi yillar ham shu kabi mahfillarni, kelasi davrlar ham shu kabi mahfillarni mana shunday uzoq yaqindan kelgan mehmonlar huzurida bo'lib o'tkazishga harakat qilaylik. Albatta mana shu Malikai Jahon Continental hotelining egasidan ham katta tashakkurlik va minnatdorlik bildiramiz. Rasida janob Hoji doktor Soyib bizlarga mana shu makonni xizmatimizga qo'ydi. Biz mana shu saqf ostida bugun shu mahfildan, o'z ona tilimizning joygosidan, o'z ona tilimizning milliy kunidan tajdid qilamiz. Xudovand Hoji doktor Soyibga uzoq umr, tan sog'lik va buyuk muvaffaqiyatlik nasib etsin. Har doim javonlar, yoshlar, ulug'vorlarimizning doim xizmatda bo'lib kelgan va bundan buyon ham bo'lib turishini umid qilamiz. Aziz mehmonlar, o'zbek tili uzoq muddatli va buyuk farhangga egadir. Albatta ustozlarimiz bu xususda har biri o'z navbasiga so'zlab o'tadi. Men yana bir marta aziz mehmonlarning tashrif keltirganlarini xush keldingiz deb qadamlaringizga hasanot orzu qilaman. Yana bir narsani aytib o'taman. Aziz mehmonlar, aziz do'stlar, Imom Sohib tumanining yoshlari, ulug'vorlari, olimlari, ustozlari biz boshqa viloyatlarga qaraganda, boshqa ulsuvoliqlarga qaraganda o'zbek qavmi, o'zbek milliyati ko'p nufusga ega. Ammo farhangiy nuqta nazardan biz xeyli chetda qolib ketganmiz. Umid qilaman, mana shu bugungi mahfil, mana shu bugungi ehtifolimiz boshlang'ich bo'lsin u oxir bo'lmasin. Yana shu kabi mahfillarni olib o'tkazaylik. Yana olib o'tkazaylik. Bir-birimizni himoya qilib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yaxshi shaklda olib o'tkazaylik. Bir narsani aytaman, so'zlarimni xatm qilaman.
biz zamoniki Foryob bilim yurti, ya'ni Puantuniga yo'l topdik. Ubaydullo Eltoy janoblari shunda tashrifi bor, Qori Soyib Nizomiddin Iloh ham tashriflari bor. Biz zamoniki u yerda bordik, aytdik qayerdan sizlaring? Biz aytdik biz Qunduz viloyatining Imom Soyib ulsuvolidanmiz. Qunduzga ham o'zbek bormi dedi. Bu gapi ko'p yomon ta'sir qildi bizlarga. Biz aytdik, Imom Soyibga hech bir ulsuvoliki Sati Afg'oniston, xususan Sati Shamolda, bu satga o'zbek milliyati, o'zbek qavmi yo'q. Ya'ni katta bir qavm o'zbek Imom Soyibda yashaydi. Ammo ular ishonmas edi. Chun dalil nima esa? Dalil illati shuki, ya'ni biz o'zimizni ko'rsatmaganmiz. Ya'ni o'zbek borlig'ini boshqa viloyatlarga, boshqa qavmga ko'rsatmaganmiz. Mana shu kabi ehtifollar, mana shu kabi barnomalar sabab bo'ladiki, biz ko'rsatamiz va bildiramizki, Qunduz viloyati Imom Soyib ulsuvolida ham o'zbeklar bor. Kechirasiz. Farhangiy yigitlarimiz bor, shoirlarimiz bor, olimlarimiz bor, ustodlarimiz bor, yuqori satda faoliyat qilib keladigan kishilarimiz bor. Inshaallohki yana ham aytaman, mana shu mahfilimiz boshlang'ich bo'lsin, oxiri bo'lmasin. Kelajakda ham katta mahfillarimizni olib o'tkazaylik. Yaxshilik bilan o'zimizni na tanho Afg'oniston satida, balkim dunyo satida ham o'zimizni ko'rsataylik. 4 kishi bir yerda bo'lib Olmonda o'zbek tilidan tajlid qiladilar. 4 kishi. Hatto men xubsai daqiq xabarim bor, o'z yashayotgan uyida shu mahfil farhangini olib tajdid qiladilar. O'z uyida hamma imkoniyat, hamma masorif o'z kissasidan bir shaxs. Lekin biz hozirgacha bunday bir mahfilni olmagan edik. Inshaalloh olishamiz. Kattakonlarimiz farhanglarimiz yonida to'xtasin, himoyat qilsinlar, moddiy va ma'naviy. Yolg'iz moddiy bilan bir jihatga yetisha olmaymiz. Ma'naviy hamkorliklar ham kerak. Va ma'naviy hamkorliklarning yonida moddiy hamkorliklar ham kerak. Va bu mahfilni bo'lib o'tishiga moddiy va ma'naviy hamkorlik bildirgan kishilardan ham tashakkurlik va siposguzorlik bildiramiz. Mehmononi giromiy, در محفل ما خوش آمدین. آنچه که با زبان ازبکی صحبت کردم، شاید دوستان و مهمانان هم از دیگر اقوام در اینجا تشریف آورده باشند و تشریف آورده اند. اونا را هم با زبان خودشان خوش آمدید میگویم. خراغلاس گویم. زبانها بستگی فرهنگشان، کلتورشان، گرامرشان با دیگر زبانها بستگی دارند. ما با دیگر زبانها افتخار داریم و ارزش قائل هستیم. در ولسوالی امام صاحب اقوام مختلفی وجود دارند. از اقوام مختلف فرهنگ ایشان، زبان ایشان، جایگاه آنها هم از یک جایگاه خاص برخوردار است. از سلامت پهلوان، یکی از ممثل، یکی از دراماتورگ و فیلمساز ما که در این محفل ما تشریف آوردند، خوش آمدید میگوییم و خیر مقدم عرض می‌داریم.
Xush kelibsiz, Palvon aka. Iftixoriga bir chaqchaq uringizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azaldan qonimiz bir, jonimiz bir. Azaldan qonimiz bir, jonimiz bir. Shukuhu azmatimiz, shonimiz bir. Ikimiz bir yaqodan bosh chiqargan qaroru vahdatu paymonimiz bir.